Qadrli do'stlar, oxirgi darsimizda Pythonda unutilganligini tekshirish va o'sha Python orqali kirib kichkinagina operatsiyalar, ya'ni o'zgaruvchi e'lon qilish, masalan 10 deb, uni ekranga ko'paytirib chiqarish. 3 ko'paygan 10. Print xato yozdik. Hop. Hokazolar o'rgangandik. Ko'rib turibmizki, bu muhit juda ham noqulay. Ya'ni biz dasturimizda xotirjam yozishimiz va uni istagan paytda ishlatib ko'rishimiz uchun bizga qandaydir boshqacha yaxshiroq muhit kerak. Va bu muhitlarni tashkil etish bilan JetBrains kompaniyasi shug'ullanadi. Hop, u xuddi shunday har xil dasturlash tillariga kod yozib rivojlantiradi. Ya'ni IDE, inglizchasiga Integrated Development Environment, ya'ni rivojlanish muhitini yaratib beradigan dasturlar ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Kelinglar, buni yuklab olaylik. Google kiramiz. Hop, nomi bizdagi PyCharm bo'ladi. Ya'ni biz Python o'rganishimiz uchun PyCharm nomli dastur, PyCharm download deb yozadigan bo'lsak, Google tomonidan qidiruvda birinchi o'rinda mana JetBrains kompaniyasiga chiqib keladi. Ustiga bossak, mana bizga veb-sayt chiqadi. Mana macOS, Linux operatsion sistemasi uchun yoki Windows uchun kirib yuklab olish mumkin. Download tugmasini bosasiz va exesini tanlaymiz shunchaki. Xo'p, va dasturni yuklab olganimizdan keyin next deb bosib odatiy install qilishimiz mumkin. Xo'p, bunda ham oddiy Pythonda o'rnatganimiz kabi hop, during installation PyCharm, ya'ni turli xil prichkalar so'raydi, ya'ni qanday o'rnatish haqida YouTube'da ozgina video ko'rsangiz ham bo'ladi yoki mana rasmlarda shunga o'xshash holat bo'ladi, aytib ketaman. Xo'p, mana bunda ham nimadirlar so'raydi. Hop, maqolaga keladigan bo'lsak, mana birinchisiga kiramiz. Qaysi papkaga o'rnatish? Bunga next qilaveramiz, o'zi avtomatik tanlab beradi. Hop, bunisida mana add launcher pazga qo'shib ketishimiz kerak. Bunisini hammasini tichga qilib ketishimiz kerak. Mana bunisi hozirgi holatda o'zi kompyuterga mos versiyasini yuklaganligi uchun bu bitta dona bo'ladi. Hop. Xuddi shu holatda keyin next, hech qanaqa custom location kerak emas. Okay, next qilinadi. Shu bilan PyCharm ustanovka bo'ladi. Keyingi darsimizda PyCharmga kirganimizdan keyin nimalar bor va uni qanday ishlatishimiz haqida bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha